PSG Liverpool uchrashuvi oldidan parijliklarning bosh murabbiyi Luis Enrique ushbu uchrashuvda hech qanday favorit yo'qligini aytib o'tdi. O'ylashimcha, bu o'yinda hech qanday favorit yo'q. To'g'ri, biz g'alabalar qayd etyapmiz. Liverpoolda esa buni biroz aksi. Lekin Chempionlar Ligasida boshqa turnirlardagi holat ba'zida rol o'ynamay qo'yadi. Shunday ekan, oldindan nimadir deyish qiyin. Biz imkon qadar tayyorgarlik ko'ramiz va o'z muxlislarimiz qarshisida Liverpoolni mag'lubiyatga uchratishga albatta harakat qilamiz. Aslini olganda Luis Enrique haq, chunki bunaqa uchrashuvlarda kimnidir yaqqol favorit deb e'tirof etib yubora olmaysiz. Ha, to'g'ri, PSG yaxshiroq holatda Liverpoolga nisbatan g'alabalar qo'lga kiritib kelyapti. Liverpool esa oxirgi ikkita uchrashuvda mag'lubiyatga uchradi. FA Manchester Cityga yutqazib turnirni tark etdi. Lekin bilasizmi, o'tgan yili ham xuddi mana shunday holatda bahor oyida PSG va Liverpool uchrashgandi, yarim finalda edi u va Liverpool o'shanda favorit deyilgandi. Sababi Premier Ligada yuqori o'rinlarda ketayotgandi, chempionlik uchun asosiy da'vogar edi va Chempionlar Ligasida ham asosiy favoritlardan deyilgandi. PSG esa guruh bosqichida qiynalib, saralashda qolib ketib, play-offga chiqqandi va o'shanda holati u qadar zo'r emasdi. Lekin yakunda nima bo'ldi? Yarim finaldan finalga chiqdi va chempion bo'ldi. Shunday ekan, bunaqangi katta uchrashuv oldidan yaqqol kimnidir favorit deb ayta olmaymiz. Umid qilamizki, bugun ham bizni dahshatli to'qnashuv kutmoqda. Eslatib o'taman, bugungi uchrashuv soat 00:00 da bo'lib o'tadi Park des Princes-da. PSG Liverpool uchrashuvini sizlarga jonli efirda olib berishim mumkin. Profilim biosida joylashgan Telegram kanalida jonli efirda va o'zbekcha sharhda uzatgan holda. Qo'shiling, o'yinni birga ko'ramiz va markaziy o'yindan birgalikda bahramand bo'lamiz.